Tishlarni ham yuvib bo'ldim. Endi gilam tozalashim kerak. Gilamni dog'ini buni qanday tozalab olaman? Oho, og'ir ekan-ku. Buni qanaqa qilib tushib olaman? Liftga sig'mas ekan-ku. To'xtang, qo'shni. Qo'shni, mana shu gilamimni pastga olib tushib yuboring. Uzr-kina, yaqinda belimdan operatsiya bo'lganida bo'lmasa olib tushardim. Bir qo'shning bo'lib foyintasi tegmas ekanda. Olib tushishga shuncha kuchim ketdi. Endi yuvishga kuchim yetarmikan? Qayerda yuvsam-ekan? Detskiy plashatkada yuvaman-o. Voy qo'shni, to'xtang, bunaqa gilam yuvmayapsiz-da. Suvdan tekshirib kelishsa sizga katta ishtalar solishadi. Unda nima qilaman? Singlim, mana bizda gilamingizni toza qilib yuvib beradigan. Biz Nexia gilam yuvish xizmatidanmiz. Voy, Rostamni o'zinglar olib ketasizlarmi? Ha, albatta. Gilamingizni o'zimiz olib ketib, toza qilib yuvib, o'zimiz olib kelib beramiz. Va bu xizmat mutlaqo bepul. Hurmatli opajon va kenajonlar, qimmatli vaqtingizni ketkazmasdan gilamlaringizni Nexia gilam yuvish korxonasiga ishonib topshiringlar.